8-darsimiz tadqiqot va sintez. Siz nimanidir tushunmoqchisiz, masalan, maqolalar, maslahatlar yoki turli fikrlar topdingiz. Endi o'ylayapsiz, bu hammasini nima qilaman? Siz masalan barini o'qib chiqishga vaqtingiz yo'q yoki tushunmaysiz. Shu holda biz clouddan yordam so'rasak bo'ladi. Masalan, asosiy fikrni topish uchun xulosa so'rash o'rniga biz undan qanaqadir maqola yoki birorta fikr topganimizda asosiy markaziy g'oyasini topib ber deb so'rashimiz mumkin. Masalan, bitta maqola tashlaymiz unga aytish kerak va so'raymiz. Bu maqola qanday asosiy fikrni ilgari suryapti deb turib. Xulosa emas, balki markaziy argumentni ber deb so'raymiz. Xo'sh, mana bu maqolaning markaziy argumentini maqolamizni o'qib turib bizga tushuntirib berdi. Ya'ni biz bu maqolani boshdan oxirigacha tushunarsiz so'zlar bo'lsa, ularni o'qib o'tirishga vaqt yetmasligi mumkin. Shuni bemalol ishlatsak bo'ladi. Markaziy argumentni topib berdi. Cloud maqola nima deyotganini emas, ya'ni nimani nazarda tutayotganini aytdi bizga. Endi keyingisi, agar sizda bir nechta manba bo'ladigan bo'lsa, siz ularni bemalol bir-biriga bog'lab, o'zaro aloqasini so'rasangiz bo'ladi. Masalan, yana bitta maqola tashlaymiz. Masalan, hozir tepadagi maqolamiz miya faoliyati haqida ekan. Ya'ni bunisi ham bizda miya faoliyati haqida. Xo'sh, yana bitta so'radik. Endi aytamiz. Shu ikkita maqola qanday bog'langan? Bu ikki maqolani bir nechta muhim jihatdan bog'lash mumkin. Xo'sh, mana ikkita maqolamizni tashladik. Ikkisini ham boshdan oxirigacha o'qib o'tirmasa, shunchaki bir-birida bog'liq bo'lgan, bir-birida o'xshash bo'lgan umumiy narsalarni bizga chiqarib beradi. Masalan, aynan farqlari yoki bog'lovchi g'oyalari va barchasini. Bu safar Cloud bizga ikkita maqolani uchun alohida xulosa emas, balki ularni bog'laydigan bitta umumiy jihatini ko'rsatib berdi. Keyingisi misollar orqali o'rganish. Ba'zi tushunarsiz atamalar bo'lishi mumkin. Shuni misollar orqali tushuntirishni so'rashimiz mumkin. Masalan, biz ishimizda agile metodologiyasi degan bitta terminga, ya'ni atamaga duch keldik va uni biz tushunmayapmiz. Shu narsani biz biror narsalar orqali tushuntirishini so'rashimiz mumkin. Masalan, agile metodologiyasini sog'lom tashkilotda va qiynalib turgan tashkilotda qanday ko'rinishda bo'ladi? Bizga misollar keltir deb so'rasak bo'ladi. Ya'ni biz bu orqali tushunarsiz atamalar bo'lsa, shuni misollar orqali tushuntirishini so'raymiz. Xo'sh, mana sog'lom tashkilotda agile qanday ko'rinadi? Barchasini ko'rsatdi. Mana Cloud bizga turli xil misollar orqali tushunchani shakllantirib berdi. Keyingisi uzoq hujjatlarni tahlil qilish. Ya'ni to'liq o'qishga vaqtimiz bo'lmaganida uzoq hujjatlar uchun, masalan, bu 40 sahifalik yoki 60 sahifalik hisobotda eng muhim tavsiyalarini ayt yoki bobma-bob xulosa emas, balki asosiy amaliy nuqtalarni ko'rsat deb aytishimiz mumkin. Masalan, hozir mana bu yerdagi maqolamizni tashlab ko'ramiz. Xo'sh, mana
Hozirgi bizni maqolamiz unchalik katta emas edi, lekin shunda ham undan asosiy amaliy tavsiyalarni so'rasak bo'ladi. Masalan, sizga ishda yoki kimdir o'qib chiqishingiz uchun qanaqadir maqola yoki hisobot bergan bo'lishi mumkin. Siz uni boshidan oxirigacha o'qib chiqishga vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa, shu promptni yozib turib, eng asosiy tavsiyalarni yoki asosiy nuqtalarini so'rashingiz mumkin. Keyingisi yetishmayotgan narsalarni topish. Ya'ni yaxshi tahlil mavjud narsalari ham yo'q narsalarni ko'rib chiqadi. Masalan, to'liq hozirgi maqolamizda ham ba'zi joylari bo'lmasligi mumkin, aynan mavzuga oid. Shu narsani so'rashimiz mumkin. Masalan, bu maqolada xo'sh, mana bu maqola qaysi murosalarni tan oladi va nimalarni umuman ko'rib chiqmaydi. Biz bu orqali aynan shu taklif bo'ladimi, sizda qanaqadir yoki hisobot bo'ladimi yoki maqola bo'ladimi, shu narsalardan so'rasangiz bo'ladi. Masalan, maqola tan oladigan murosalar yoki umuman ko'rib chiqmaydigan narsalar. Shunday qilib, mana u bizga yana o'zimiz so'ragan narsani berdi. Xo'sh, endi umumiy qilib aytadigan bo'lsak, biz clouddan qanday qilib to'g'ri foydalanishni bu darsda o'rgandik. Ya'ni, shunchaki umumlashtirish yoki xulosa so'rash emas, balki chuqur tushunchalarni so'rashimiz kerak. Masalan, ma'lumotlarni sintez qilish uchun bir nechta manbalarni yuklab turib, ular ustida ishlash, mavjud taxminlarni ochiqchasiga savol ostiga solish, masalan, shubha qoldirib, qanaqadir nima bo'ladi, unaqa bo'ladi deb amaliy va qo'llash mumkin bo'lgan xulosalarni talab qilishimiz kerak. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.